Dadasi, va nihoyat oyimga, sizga, menga umraga borish uchun to'playotgan pulimiz yig'ildi. Iltimos, borib tezroq olib keling. Rosa ham borgim kelyapti. Tinchlikmi bolam? Onajonim, sizga, o'zimga, keliningizga deb oyligimdan oshinib pul yig'ib kelayotganda umraga boramiz deb. O'sha pulni yig'dik, biz uddaladik. Voy, muncha yaxshi. Mazza qilib borib ibodatlar qilib kelarkanmiz birgalikda. Duo qiling, tezroq borib biletni olib keling. Omading bersin, sog' salomat borib kelgin. Tezroq qilib olib, ishlaring hal bo'lsin. Bo'pti ona, men ketdim. Bo'pti. Yaxshi o'tiringlar. Hop. Hop. Voy, mazza qilib borib kelarkanmiz deb. Akami? Aka? Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Chiqing, o'zim tashab qo'yaman ishxonangizga. Qo'y, ketaver, sutim yomon. Kir bo'lsa bo'ladi, chiqing. Uka, o'zing yaxshimisan? Rahmat aka. Oyim yaxshimi? Oyim yaxshilar. Oyim mendan xafa bo'lsa kerak-a. Ona ham o'z farzandidan xafa bo'ladimi aka? Shu uylanib, bola chaqali bo'lgandan keyin o'zing ovora bo'lib, yaqinlaringni ham ko'rgani bora olmaysan aka. Voy, uka, mashinang dahshat u, ha? Aka, sizga ham nasib qilsin. Rahmat. O'zim ham pul yig'ib yurgan edim, mashina olaman deb. Ko'rmaysanmi, jiyaning kasal bo'lib qolib, hamma pulni ishlatib yubordim-da. Xudo xolasa olaman. Xudo xolasa. To'xta. Alo. O aka, bo'ldi, ketyapman hozir. Ukam bilan. O'tganda aytdim, ukam jipi bor, zo'r mashinasi bor. Dahshat. Shu ukam bilan ketyapman. Shu mashinadaman. Chiqib turing, hozir ko'rasiz mashinasini. Oppoq, zo'ridan olganda. Mayli aka, gaplashamiz. Uyga o'ting bolalarni olib. Xo'p. Akang seni hammaga maqtab yuribdi. Sen akangni kimga maqta olasan? Akangni maqta oladigan nimasi bor? Umraga ketyapman deysan. Umraga odamlarga ko'z qilgani ketyapsanmi yo savob olganimi? Agar senga katta savob kerak bo'lsa, qara, ana akangga qarash, akangga yordamlash eng katta ajr savob shu emasmi aslida? Jitavr. Assalomu alaykum. Jitor avtosaloniga xush kelibsiz. Qanaqa avtomobil kerak edi? Shu bizga hamyonbop shu xalq ko'taradigan, keyin uni ustiga naqd pulim yo'q. Shu bo'lib to'lashga variant qilasizmi? Avtosalon sizga har xil imkoniyatlarni taqdim qila oladi. Yuring birgalikda avtomobillarni tomosha qilamiz. Rahmat. Agar xohlasangiz bizda benzin yuradigan avtomobillar, xohlasangiz elektromobillarimiz, xohlasangiz gibrid modellarimiz bor. O'zi kimga mashina qidirayotganingiz? Akamga. Akangizga bo'lsa zo'r variant bor. Akangizlarga bu Jitor X90 Plus juda ham mos keladi. Sababi mashinamiz 7 kishilik, oilaviy, bemalol oilalar bilan tog'larga, safarlarga chiqishlari mumkin. Yetmaganiga bu mashinani o'zingizga qulay bo'lgan variantlarda taqdim qila olamiz. Yana bizning avtosalondan xarid qilsangiz, bu mashinaga 5 yil kafolat beriladi. Bu avtomobillarni bemalol nasiya savdoga, muddatli to'lovga, agar xohlasangiz avtokreditga ham xarid qilsangiz bo'ladi. 5 yilgacha shu shartlarni sizga taqdim qila olamiz. Bemalol pulni bo'lib to'lash imkoniyatingiz mavjud. Agar hozir bosh to'lovni qilsam, qanchada olib chiqib ketaman? Xohlasangiz hozir olib chiqib ketishingiz mumkin. Uzog'i bir kun ichida sizga hamma dokumentingizni qilib beramiz. Rahmat. Salomat bo'ling. Hozir akam chaqiraman. Alo, aka. Gaplashganimizda ish joyim 2 million oylik beradi xolos. Ham sovuq degandingiz. Sizga zo'r ish joy topib qo'ydim. Aka, Sergeli 5-bekat, metro 5-bekatdan shunda chapga burilganingizda Jitavr salon turibdi. Shu yerga keling, issiqqina. Oyligi ham 4 million. Keling. Xo'p. Voy, uncha katta joy bu edi. Ahlim etam bu yerda ishlashga. Ukam qayerga chaqirdi meni o'zi? Aka, bu yoqqa keling, bu yoqdaman. Uka, qayerga chaqirding meni? Seni mashinangdan-ku, Jitor. Jitor emas, Jitavr. Aka, meni mashinam Jitavr 70 plus. Bu Jitavr 90 plus. Katta bu. Bir o'tirib ko'rasizmi?
qo'y, bu ahvolimga o'tira olmayman, so'kadi bu egalari. Men aytaman, chiqing yuringda o'tiring. Nima bo'lar? Qanday bo'lar ekan? Yo'q, hazillashma, qanaqa bo'lar ekan? Chiqing. Bismillahirrohmanirrohim. Voh. Voy. Dahshat-ku bu. Qalay aka, yoqdimi? Yoqqanda qanday? Aka. Shu mashina sizniki. Hazillashma. Aka, hazillashaman. Sizga muborak bo'lsin aka. Rost hazillashmayapsan.